Jildi, haydi tezrek. Qarаңыз. Bizning shahar yarışlari boshlandi. Ham bizga har bir sport turi bo'yicha bir kishi kerak. Kim endi? Aydagiz qaraymiz. Yugurishga kim boradi? Aynur. Hobo, nega Aynur tez yuguramini? Aynur ул флеш. Bir kunni ул fizika darsine so'ngga qolaydi. Menga шалтыратты да, men hali uydan gina chiqam dey. Dars boshlanırga 5 minut qoldi. Bilasizmi? Qing'irov шалтыраганcha 30 sekund oldin keldi. Yarar indi. O kunni men yayov keldim deyarlik. Yarar. Aynurning dars vaqtida olay yugurganini ko'rmadim albatta. Ona motivatsiya kerak. Ortidan o't jibersek tez yuguradi. Yaxshi, bir sinab qararmiz. Tak, kurash. Men Ozodni taqdim etaman. O'tgan yil Quyosh maktabida o'zgan yarışlarda aybat kurashdi. 5-o'rin oldikmi? Aboy, menga 5-chi bo'lsin, 2-chi. Aboy, bu yil men de kurashda qatnashsam yaraymi? Men endi 6 oy kurashga yeriyim. Uzgan ayda Ozod bilan yarışlarda da qatnashdim. Ey, komanda yasıq. Boris tezreni. Tezden meni de jine başoy. Boris, ayda ertaga Ozod bilan sparing kelsa, salatingni qararmiz. Mini futbol ham basketbolga komanda yig'amiz. Artur, sen kapitan. Marat, Ilgiz, Alek qopqashi kim bo'ladi? Almas qatnasha olmay qo'lini sindirdi. Şulay şu. Bu problemam. Qopqaga kim? Belki 5-chi sinfdan ayratı kim o'lib? U kurshi podyezda yashaydi. Biz eshik oldida o'ynaganimiz bor. Qopqada yorisa turar. Ayyi, bilaman ona. Yaxshi, сөйләшермен. Aboy, ishlab yil sayin bir sport turlari bizda. Aydagiz yangilarini ishlab qaraylik. Masalan, Bilmeyim. Snowboard, hockey, biatlon. Artur, snowboardda yurish uchun zo'r tov kerak. Men shu qadar qor qaydan olayim? Shahardan jiyilgan butun qorni bizda bo'shatsalargina endi. Yo'q. Shoir tamg'ina, so'z narsa. Aboy,